Boburnoma jahon adabiyoti va manbashunosligidagi muhim va noyob yodgorlik. O'zbek adabiyotida dastlabki nasriy, me'mor va tarixiy ilmiy asar. Muallifi Zahiriddin Muhammad Bobur. Eski o'zbek tilida yozilgan, taxminan 1518-1519-1530 yillar. Boburiya, Voqeot Bobur, Voqeanoma, Tuzuki Boburiy, Tabaqot Boburiy, Tavorixi Boburiy kabi nomlar bilan ham ma'lum. Boburning o'zi esa Vaqoe va Tarix degan nomlarni ishlatgan. Boburnomada 1494-1529 yillarda Markaziy Osiyo, Afg'oniston va Hindistonda sodir bo'lgan tarixiy siyosiy voqealar yilma-yil o'ta aniqlik bilan bayon qilingan bo'lib, ular muallif hayoti va siyosiy faoliyati bilan bevosita bog'liqdir. Boburnoma o'zidan bayon qilingan voqealar jarayoniga ko'ra 3 qismga: Boburning Movarounnahr 1494-1504, Afg'oniston 1504-1524 va Hindiston 1524-1530 yildagi hukmronlik davriga bo'linadi. Boburnoma Zahiriddin Muhammad Boburning tarjimai holi, harbiy yurishlari, shaxsiy hayoti va siyosiy faoliyatini qamrab olgan turkiy nasrning noyob namunasi hisoblanadi. Bu asar O'rta Osiyo, Afg'oniston, Hindiston va Eron tarixiga oid qimmatli ma'lumotlar beradi hamda o'zbek adabiy tilining o'sha davrdagi yorqin namunasidir. Asarda Boburning hayot yo'li, muvaffaqiyatli va muvaffaqiyatsiz harbiy yurishlari, sarguzashtlari batafsil yoritilgan. Boburnoma 15-asr oxiri va 16-asr boshlaridagi Turkiston tarixini o'rganishda bebaho manba hisoblanadi. Bu asar o'zbek mumtoz adabiyotidagi eng buyuk asarlardan biri bo'lib, o'sha davr o'zbek adabiy tilining yorqin namunasidir. Boburnoma nafaqat tarixiy, balki madaniyatimiz va ma'naviyatimiz rivojiga ham katta hissa qo'shgan. Asar dunyoning 31 ta tiliga tarjima qilingan. Bu uning xalqaro miqyosdagi ahamiyatini ko'rsatadi. O'rta Osiyo, Afg'oniston, Hindiston va Eron xalqlari tarixi, jo'grafiyasi, ijtimoiy-siyosiy hayoti haqida boy ma'lumotlarni taqdim etadi. Boburning zamondoshlari uning kasbi, ijodi va ilmiy ishlari haqida o'z munosabatini bildiradi. O'zbek xalqining buyuk allomasi Zahiriddin Muhammad Boburdik allomaga ega ekanligini ko'rsatadi.